shunchalik naqadar bir qadimiy bo'lgan taomdan birini olib keldim. Salam, ekran oldida ko'rganlar. Programmamizning bu sonida sizlarning huzuringizga taomlarimizning arsida shunchalik naqadar bir qadimiy bo'lgan taomdan birini olib keldim. Taomimizning ismi bo'lsa xo'rda. Ekran oldidagi do'stlarning bu tamoqni bizning mushu sahnamiz orqali o'rganib olib, oilalarda qilishinglarni umid qilaman. Meningcha o'zinglar va oila a'zolaringlarning hammasi shunchalik yoqtirib yeydi. Qaynamsa diqqatinglarni menga markazlashtirib, bugungi tamoqni o'rganib olinglar. Tamoqimizga ketadigan materiallar asosli go'sht, qo'y go'shti, sebze, çamur, piyaz, şoxla, aşköki, pinne, buğday unu, doğru dermeklerden tuz, akmuç, qanamsa bugünkü bu xordunun tayyorlashning bosqichlariga kirayli. Oldi bilan go'shtimizni parchalab olaylik. Qo'g'a, töş, aldık ola. Bugün biz xorda tamoqimizga to'liq 2 yoshdan oshgan qo'yning go'shtini ishlatdik. Amaliyotimiz shu, to'liq paqlarlar qarg'a vaqtida mal, ya'ni qo'y 2 yoshdan oshgan vaqtida go'shtning tarkibidagi oqsil yog'lari to'shidi. Demek aksıl yağları toşkandıkken jiga vaqtidimi bu tatlı olurdu. Yani go'shtga xos aksılның tatlılığı adamның tiliga tegib turdi. Oziqlik qimmatimi paqlarga qaraganda kuchli olurdu. Endi go'shtni parchalab olay. Mana bu o'ttirjilik, ma payxanajilik oldi qolning. O'ttirjilik bilan taqoqning o'ttirisiga uyg'isini ajratdim. Ko'pincha ahvollarda chanaydigan bir ahvol bor. To'limi chanivsak, ustixonlari kalpiklarga sanjilib tamoq yegan vaqtida to'limi odamniki ishtahasini keltirib qo'ydigan ta'zi bir lazzati bilan, huzuri bilan yemaydigan ahvol bo'ldi. Shuning uchun har qanday vaqtida go'shtni ajratgan vaqtida onu chanab ajratmay yo'li bilan bir qo'yda cho'qim parchalar vaqtida 12 kg'lik go'sht chiqdi. Shuning yo'li bilan qilsak bo'ldi. Mana men hozir buni oldi qo'lni ajratdim. Payxonni o'ttirjilik bilan mana bu davomli shunday ajraydi. Bu yerga azroq go'sht qo'yib qo'yamiz. Endi buni go'shtni boshlab bo'ldik. Tamog'imizningki texmi sifatli chiqish uchun parchalab tayyorlab olgan go'shtimizni sho'rib qaynatishdan ilgari bir suvdan o'tkazib olaylik. Mana bu go'shtni qaynab, go'shtning tala arsida qolgan qaldiq-qallari ko'pikka aylanib chiqdi. Endi suzib olaylik. Mana bu go'shtni so'g'uq suv chaqib tayyor qildik. Endi ko'roq silvitaylar buni. Go'shtni silib oldik. Mana ko'rimizmi qaynab qopti. Endi bu xordining taxmi tamlak chiqish uchun piyozdan bir vash to'g'rab silvitaylar. Yana tanglam bir tal sho'xilni to'g'rab silvitaylar. Endi sho'xilni to'g'rab olaylik. Ko'rga piyoz sho'xilni to'g'rab savoldik. Endi sho'rpaga tuzini silib olaylik. Sho'rpaning asosli tayyorliklarini qilib oldik.
Hem de şorpumuz tayyor olgunca sebze çamurlarımızı doğru olaylı. Toğruğa vakti da şoňra yalpaqda toğrusak bolýar. Hem de çamurun doğrayla. Aşkökünü doğru olaylı. Aşkökü hem pinne iki xil material tayyor qildym. Bunu xordunun hemen materialını tayyor qılıp boldyk. Şorpumuz şundaq aldırmay çimçim ot qaynawatydy. Bunu biz iştik ot qaynatyp ötmey. Şundaq çimçim ot qaynatyp köşnün pişini saklaylı. Bunun biraz vaqt ketidi. Bugün manıma ximir juguraylı edemey, yemir bolaylı dedim. Mana kord güçümüz mü qaynap pişip qalay dep qaptı. Qaynagılıma 1 saat 50 minut bolaylı gil turupdy. Hem-de toğurgan sebzemizin seli bolaylı. Sebzini silip aldık. Çamuru bilen sebzinin arlığa bir 8 minut arlıqını taşlap koysak buldu. Çünkü çamur sebzi qarga vaqtida iştik pişip ketidi. Taň silip etsek, sebzi pişmey turup yoki sebzi pişqa vaqtida çamuru ezilip ketadigan, şorpulaga tarılıp ketadigan ahval bolup qaladi. Bunu sebzini silip qoýdymy 10 minut boldy. Hem-de çamurunu silip olaylı. Çamurunu silip aldık. Çamuru pişkiçe bugünkü kadimi tamaklarımızdan biri olan xordunun ununu yemir olaylı. Bugün manıma ximir juguraylı edemey, yemir olaylı dedim. Bunun intayın az su bilen bunu alqallap şunçalik kiçik buğdayçılık kuşkaç tilidek qilip alqanda yemir vasak bolady juma xorduga. El Nuri'nin yeşil ölçümde terilgan, soğuk temperaturda zavutta tatılgan ununu işlettik. Bu un tolumu appak görünmeydi. Çünkü kepki birazcık. Hem de unumuzni yemirishga başlay. Kol saatini elib etip, kolumni çaqap, unni azroq koyumuz cuma. Onu azırak koyayla. Onu koyup aldık. Hem de azırak tuz silip alaylı. Azırak salsak boldu, köp bolup ketmesin. Sunu az cuma. Yemirge vaqtida bununki çoğun kiçiligini şundaq tekşi. Suyu az olup qalsa töpüsünden su quyğulu oludu. Tavuklarda ihtiyatsızlıktan suyunu çık quyuvasak bana çıngıtqıl olmaydı. Suyumu asas cevabını bop qaptı. Bu qandaqdır kalla kop qalmaslık gerek cuma. Ben bilgen qiyğan aletdi. Mana xordunun ununu yemirip aldık. Çorpumuzun göşü sebze çamurunu pişip tayyor qaldı. Hazır alaylı bu göçne sebze çamurunu. Amıldarla, toğutlukla, her qanday kişiге şunçalik maslashadigan. Hamma tayyorliqlarimiz taqvoldi. Endi xordini etishni boshlaymiz. Avval qozonni esib, ondan bugun shunchalik biz ishlagan sho'rpimizni
Qazan qo'yamiz. Xo'rdining yemagan unini sağa vaqtida bak ishni qaynab ketmaslik kerak. Kallak bo'lib oldi. Qani shorpining ko'pigini elib o'tay. Sırava ko'rdan metal qazonga alsak, mana bir damda buningda köpük paydo bo'ladi. Bu köpük qandaqdir go'shtning, savuzning, chamg'urning köpügi emas. Metal qazon aralashgandan keyin chiqayotgan köpük. To'limi chabdastlik bilan chechib. Chashqa vaqtimizda ilashtirib turaylik, mi? Ilashtirib turmasa qetib oladi. Qetib kallak bo'lib olmasligi kerak, mi xo'rda? Mana yemergen undan hammasini silib etdim. Shunchalik obdan chiqdi. Hem sal pishirib olsak bo'ldi. Obdiroq bir qaynab ketsin, mi? Mana bugungi xo'rda tayyor bo'ldi. Alayli. Rang jihatidan bo'lsin, mana. Buning danachilar jihatidan bo'lsin. Shunchalik ko'ngildagidek bo'ldi, mi? Qani ussayli. Mana bugungi bu xo'rda shunchalik qadimiy an'anaviy tamoqlarimizning birisi. Buning umumiy etilish ahvolini ekran oldida sizlar boshdan oyoq ko'rdinglar. Bu tamoqimiz yashanganlar, o'rta yoshlar, kichiklar, homildorlar, tug'utliqlar, har qanday kishiga shunchalik moslashadigan, odam tipi tanlamaydigan, bundaqlar eg'iramgak qilgan kishilarga intayin quvvat bo'ladigan, har qanday odam bir qitim esa ikkinchi qitim yegis qiladigan shunchalik quvvatli bir tamoq. Aşpazlık ustamlar tamoq tizimlarini yanılmoqchi bo'lsanglar, bir chiqirib baqsanglar bo'ladi. Oilalarda taomlarni o'zgartirib tayyorlashni yaxshi ko'radigan, yangiliklarga intiladigan kishilarimiz mening ko'rsatganimcha bir etib qo'yinglar. Cho'qim bir qitim aytgandan keyin ikkinchi qitim aytganlar keldi. Mana bugungi xo'rda tamog'imiz tayyor bo'ldi. Hem de aldım da aşkök bilen pinnini tayarlap koygan. Hem de aşkök bilen pinnini özümüzün tamak yiyişteki adeti yaxşı görüşümüzge asasen sağsak buludu. Biz bugün aşköküden azırak, pinniden azırak çeçip hem de ahırda akmış. Bu akmışını mı? Biz şorp sıkısılı olmayı azraqni tepsiga chechib qo'ysak bo'ldi, mi? Qani hozir chechib qo'yay. Mana aqmishni azraq chechib qo'ydim. Programmamizning bu soni nishad oyoqlashdi. Hammalar salomat bo'linglar. Programmamizning kelar sonlarida ko'rishaylik. Hammalarga rahmat.